Oh, yana eshik ochilmayapti. Yana shunaqa qulflanib qoldi. Ha, bo'lib men ko'chaga chiqmoqchi edim, lekin uyim qulflanib qoldi. Ya'ni eshigim qulflanib qoldi. Oh, doim shunaqa eshigim qulflanib qoladi. Men ishimni qilishim kerak. Uy, ochilib qolsang, iltimos men ishimni qilishim kerak hozir. Juda ham muhim. Oh, mayli. Plan 2ga o'tamiz. Ya'ni aynakni sindirib o'tishimiz kerak. Ha, yana yangi aynak qo'yganman. Hammalar barchaga salom, men Kompot, bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Короче, yaxshigina havo, bulutlar ham yaxshigina, havo ham zo'r va quyosh ham chiqib turibdi. Charaqlab, aynakni ham yangi qo'yish kerak endi. Hammalar xo'sh. Endi nima qilsam bo'ladi? Bu birinchi marta emasda, doim shunaqa bo'lyapti. Buni yangilashim kerak. Ha. Albatta qo'shnimda hamma yo'q bor, to'g'ri. Qo'shnimni chaqirishim kerak. Hozir to'xtab turinglar-da. Juda ham zo'r ideya. Qo'shnimni boshqa hechim yo'q-da. Qo'shnimdan so'rayman. Qo'shnim anchasini biladi. Qo'shni, uydamisiz? Qishloqqa. Uydamisiz? Allo. Uydami o'zi? Uydamas shekilli menimcha. Yana bilmadim o'zi qayerda. Salom qishloqqa, nima bo'ldi? Kompot, jigarrang qishloqni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Nimaga jahling chiqyapti? Yana men jigarrang qishloqni qarab tursam, tutasam yomon qilaman. Nega yomon qilasan? Tushunmadim. Qishloqqa. Mayli. Tushunmadim. Nega qishloqqa, jigarrang qishloqdan juda ham qattiq jahldi, tushunmadim. Ha, g'alati. Tushunmadim. Kimdir tovushmi? Mana bu uydan eshitadi. Jigarrang qishloqqa, qishloqqa, qo'shni, uydamisiz? Allo. Uyda hech kim yo'q. Qanday javob beryapsiz unda? Voy, nimaga gapirdim? Qishloqqa nima bo'ldi? Ayt. Ochmasang o'zim kiraman. Bo'ldi, kirdim. Qanisan? Tushunmadim. Jigarrang qishloqqa qani? Uyda yo'q shekilli menimcha. Lekin tovushlar qayerdan eshitildi, ovozlar? Qayerdan eshitilgan bo'lishi mumkin? Balki tepadadir. Yo'q, mayli. Hech kim yo'q ekan. Qaraylik, qanaqa chiroylikgina surat, yaxshi. Yangi olib shekilli. Mayli. Bo'ldi, mayli, ket. Topdinglar-da. Mana bu juda ham qiyshiq turibdi. Qarang, mana buni to'g'rilab qo'yganmiz. Kelinglar, shunday qilamiz. Hozir to'g'rilab qo'yaman. Kompot, bu senmisan? Bu menman. Nega meni bunchalik o'qitasan? Kompot, hozir eshik yo'q. Hozir kelib qolishadi. Kim kelib qoladi? Bo'ldi, oq qishloq. Oq qishloq. O'zi nima bo'ldi? Kompot, men senga hozir aytib bera olmayman. Iltimos, mana bu suratni yopib qo'y. Mayli, hozir yopib qo'yaman. Mana yopib qo'ydim. Iltimos, menga aytchi, nima bo'ldi? Men oq qishloqning uyida juda ham yomon ish qilib qo'ydim. Qanaqa yomon ish? Hozir topdir, eshikni yopaylik-da. U kelib qolmasligi uchun bo'ldi. Endi aytaver. Короче, bu 3 soat oldin bo'ldi. Tezroq yugurishga. Ertamanga badan tarbiya juda ham yaxshi-da, ba'zi. Nimanikida kelyapti? Juda ham shirin. Sen eshityapsanmi? Qishloqqa qochib turing. Hozir qayerdan qayerdan? Juda ham shirin. Qayerdan? Menimcha shu uydan. Oq qishloqni bugun tug'ilgan kunimi deyman, menimcha bugun uni tug'ilgan kuni emas. Bugun meniki tug'ilgan kunim. To'g'ri o'tib ketgan edi. Mayli, yangisi. Bugun yaxshi kunim bo'lsa ish qilib, bo'lmasam yaxshi. Endi sekingina tortni yeymiz, maza qilib. Ozgina tortib yurib xolos. Juda ham shirin. Qaranglar, sosiskalar bor ekan, mana bular. Juda ham shirin. Lekin oq qishloq kelib qolsa-chi? Hammalar oq qishloq kelmasdan oldin hammasi yeb bitaman. Ulgurmaydi ham. Kim yeganini bilmaydi. Buni ham yeb olamiz ozgina. Juda ham shirin. Nima tushunmadim, qishloqqa? Nega meni uyimda o'tsan? Meni ovqatlarim qani? Nima desam bo'lar ekan? Tug'ilgan kunim mana. Bugun meni tug'ilgan kunim emas edi. Do'stimning tug'ilgan kuni edi. Nima desam bo'lar ekan? Mayli, men ketdim. Rostdan ham shunday bo'ldimi? Mayli. Bo'ldi, chiqa qol, bo'ldi. Yur. Kompot, yop, iltimos. Bularni hammasini to'g'rilasa bo'ladi-yu. Sen esa bekinib yuribsan. Bularni hammasini qayta tayyorlasak bo'ladi. Bularni hammasi emasda, yana bitta ozgina narsa qilgan edim. Yana nima qilgan eding?
Barchaga salom. Men bugun yangi mashina oldim. Hozir men sizlarga bu mashinamni minib ko'rsataman. Obunachilarim, kanalimga like va obuna bosib qo'yinglar. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga hozir qarab turinglar. Mashinam juda ham chotki, qaranglar. Voy, ichlari ham zo'r. Qaranglar, hozir men sizlarga minib ko'rsataman. Ha, qaranglar, juda ham zo'r. Mazza. Sen rostdan gapiryapsanmi? Sen rostdan ham pushti qishloqning uyini yo'q qildingmi? Ha, hozir u ham meni qidirib yuribdi. Iltimos, hozir mana bu suratni yopib qo'y. Qishloqqa xotolar to'g'rilasa bo'ladi. Tezroq chiq. Kapot, nega meni chiqarding? Hozir ular kelib qoladi. Qishloqqa bu xatolarning hammasini to'g'rilasa bo'ladi. To'g'irlash qanaqa? Juda ham oson. Pushti qishloqdan kechirim so'raysan va uyini tuzatib berasan. Oq qishloqni ham kechirim so'raysan, to'rtini tayyorlab berasan. Men bormayman. Unda bo'lmasam qishloqqa sen shu yerda necha yillar ham yotaver va oxiri seni baribir tutib olishadi. Hammayli senga gapirishdan foyda yo'q. Men ketdim. Ha, qishloqqa Bormayman. qishloqqa shu kichkinagina joyda yotgandan ko'ra kechirim so'rash juda ham oson-ku. Prosta men juda ham qo'rqyapman. Qo'rqma qishloqqa, qo'rqma. Men oldingda turibman. Yur, kechirim so'raysan, juda ham oson kechiradi. Yur, orqamdan yura qol. Menimcha, u qishloq uyda bo'lsa kerak. Salom pushti qishloqqa. O, meni pushti qishloqqa. Men seni qanchadan beri qidirib yuribman. Hozir ko'rsatib qo'yaman. To'xtab tur. Jigarang qishloq senga bir narsa aytmoqchi. Meni kechir, iltimos. Sen oddiy kechirim so'rayapsan. Meni uyim esa yo'q bo'ldi. Bu hali hammasi emas. Bu hammasi emas. Men seni uyingni tuzatib beraman. Davay unda boshla. Mana hammasini qayta tikladim. Oho, buncha chiroyli oldingi uyimdan ham chiroyli bo'lib ketibdi. Rahmat. Ha, shu zo'r uy quribsan, qara, taxtalari ham shu chiroyli, hamma yeri chiroyli. Shu zo'r qilibsan. Men juda ham harakat qildim. Pushti qishloqqa meni kechirish uchun. Men seni kechirdim. Jigarang qishloqqa rahmat uy uchun juda ham chiroyli chiqibdi. Mana ko'rdingmi, xatoni ham to'g'rilasa bo'ladi. Hamma yo'q to'g'rilasa bo'ladi. Ha, rahmat Kapot. Endi oq qishloqning navbati. Oq qishloqniga ham yordamlashasan va kechirim ham so'raysan, ketdik bo'lmassan. Oy, oq qishloqqa qayerdasan? Oq qishloqqa. Oq qishloqqa. Hoppa! Rahmat Kapot tutib berganing uchun. Hozir jigarang qishloqni ko'rsataman. To'xta. Biz yo'lga kelmadik. Ha, qishloqqa biz yo'lga kelmadik. Oq qishloq iltimos meni kechir va hammasini to'g'rilayman. Bo'ldi, hech narsaga ulgurmaymiz endi. Chunki u hozir kelib qoladi. Hammasi endi tugadi. Men seni oldingi kechirim so'raganim, hammasini to'g'rilagan keldim. Sen ulgurmaysan, o'sha bo'ldi. U hozir do'stim kelib qoladi. Hammasi tamom. Bo'ldi endi. Hammasi bo'ldi. Hammasiga ulguradi. Ha, men ham yordamlashaman. Iltimos. Oq qishloqqa qara, undan ham chiroyli bo'ldi. Qara, vobshe chiroyli, ko'rdingmi? Rahmat Kapot, rahmat jigarang qishloqqa. Rahmat, agar ulgurmasdan, agar sizlar bo'lmaganinglarda, jigarang qishloq seni kechirdim. Rahmat. Ura, men hamma xatolarimni to'g'riladim. Juda ham zo'r. Qani 5 tasha. Rahmat yana bir bor Kapot. Agar sizlar bo'lmaganinglar ulgurmasdim. Hech qisi yo'q, mayli, hech qisi yo'q. Ketdik bo'lmasam qishloqqa. Qishloqqa qanaqa yaxshimikan? Rahmat Kapot, hammasini tushundim. Hech qanday bekinish shart emas ekan. Xato qilsang uni to'g'rilash mumkin ekan. Rahmat Kapot. Agar sen bo'lmaganingda haligacha qochib yurgan bo'lar edim. Rahmat. Malades qishloqqa, malades. Ha, xatolarni to'g'rilasa bo'ladi. Ha, men esa jinniga o'xshab, qanaqadir suratda orqasiga bekir o'tiribman. Qanaqa jinniman. Qara, o'zing ham xursandsan. Qara, pushti qishloqning uyini to'g'rilab berding, oq qishloqqa yordam berding. Hammayoq yaxshilayman, tugagan yaxshi bo'ldi. Bolalar, menimcha bu video sizlar uchun savoq bo'ldi degan umiddaman. Ha, bolalar, agar qanaqadir xato qilsangiz, hammasi to'g'rilasa bo'ladi. To'g'ri aytding qishloqqa. Ha, bola, hamma narsalarni to'g'rilasa bo'ladi. Ha, sen esa qanaqadir suratni orqasiga ichiga kirib olganmisan. Hamma endi nima qilamiz? Ha, bu yoqqa yoki kravatimni yoki pechka, sandiqlarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Yaxshigina joy bo'ladi. O'zi uying katta bo'lsa, yana hamma yoqqa tiqib tashlayapsan, Ha, Kapot, menimcha bu narsalar endi menga kerak bo'lmaydi. Mana bu suratlar. Mayli, bo'lmasa men o'zimga olaman bu suratni. Rahmat qishloqqa, xayr. Bola, endi esa buni ilib qo'ysak, to'xtanglar. Eshigim ochildimi? Bola, eshigim ochilyapti. Urray! Va nihoyat eshigim ochilyapti.
tushunmadim. Yana eshigim qulflanib qoldimi? Yangi eshik qo'ymasam aniq bo'lmaydi. Ha, mana bu kartani surat ilib qo'yganmiz. Mayli. Bola yana ochilmayapti. Bola endi nima qilsam ekan? Nima qilsam bo'ladi? Assalomu alaykum, kompot bo'lim. Keyingi videomizda ko'rishguncha hammaga xayr.